Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Rolf brendiga tegishli Top 9009 qo'y qaychisi haqida gaplashamiz. Bu apparatning ichida komplektda nimalar chiqishi, buni afzalliklari, ishlatganda nimalarga e'tibor berish haqida gaplashamiz. Bizlarni kuzatib boring. Izohlaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Ko'rib turganinglardek, apparatimizni ochdik, komplektlarini ko'rib turibsizlar. Sizlarga tanishtirib o'tamiz birma-bir. Bularda birinchidan ichida moylar chiqadi. Hamma o'zi qo'y qaychilarda moy chiqadi. Bunda ikki xil moy bor. Ko'rib turganinglardek, bu suyuq moy. Suyuq moyi o'zini pichog'iga quyiladi, pichoq qisilib qotib qolmasligi uchun. Quyuq moyi nima uchun degan savol tug'iladi. Quyuq moyi bu apparatimiz professional instrument bo'lgani uchun Liboy olgan odamimiz bemalol foydalanish uchun o'zini quyuq moyi maxsus o'zini shpritslari bilan chiqqan. Bu maxsus shpritslari bilan buni mexanizm reduktorlarini bemalol qo'yib, tiqib moylashinglar mumkin va o'zini maxsus joyi bor. Bu teshigidan ham mana shprits orqali moy quysanglar, buni vallari, shestronkalari, o'qlari bemalol moylanib turadi. Ishlatganda bemalol uzoq xizmat qilib berishi mumkin. Va albatta komplektida buni o'zini kulichlari bor. Kulichlari reduktorini, mexanizmini olgan odam professional apparat bo'lgani uchun bemalol hamma mexanizmini o'z qo'li bilan bemalol almashtirishi mumkin. Bu kulichi pichog'ini almashtirish uchun ishlaydi. Bu kulich bo'lsa, buni reduktorlaridagi mana noshkalarni almashtirish uchun ishlatsa bo'ladi. O'zining shotkalari bor, maxsus qo'shimcha kulichlari ham bor ichida, ko'rishingiz mumkin. Bu apparatimiz professional instrument hisoblanadi. Bu Rolf brendiga tegishli qo'y qaychimiz professional hisoblanadi. Bu qaychimizni 100 dan oshiq qo'ylari bor yoki har doim qo'ylarning junini olib tirikchilik qiladigan, ish qiladigan ustalarimiz uchun ham tavsiya qilinadi. Sababi bu apparatimiz ko'p qo'y junini olgan paytda ham qiynalmasdan ishlab beradi. Chunki bu blokdan orqali ishlaydi. 600 watt 30 voltda ishlaydi. 3000 оборот hisoblanadi. Blokdanda ishlaganning hisobiga motorimiz kichkina voltda ishlaydi, 30 voltda. 30 voltda ishlaganning hisobiga apparatimiz qizimaydi, ishlashlari zo'r bo'ladi. Buni ovozlari ham past chiqadi. Keyin ishlatgan paytimizda bemalol dam oltirmasdan, to'xtatmasdan foydalansa bo'ladi. Bu apparatimizdan foydalangan paytda e'tibor beradigan narsalarimiz bor. Ularga ahamiyat bersak, apparatimiz uzoq xizmat qilib beradi. Buni ishlatgan paytimizda o'zini maxsus suyuq moyimi yoki boshqa biror bir suyuq moyi ishlatgan paytimizda qizib ketmasligi uchun pichog'iga ora-orada tomizib turiladi. Keyin ishlatgan paytimizda yog'i ko'payib, qo'y junining yog'ini o'zini yog'i bilan qo'shilishib, pichog'ning atrofini yog' qoplama, qo'y junlari qoplama bo'lib, yaxshi olmay qolgan paytimizda o'zimiz bitta idishiga gelli suvmi yoki parashokli suv tayyorlab olamiz. Ora-orada buni tozalash uchun o'sha gelli suvga pichoqli tomonini o'zini botirib, o'zini cho'tkasi bilan olib tozalab yuvib tashlaymiz. Keyin yana orada moy tomizib ishlatib foydalanaveramiz. Keyin misol uchun taxminan 10 ta 15 ta qo'y olgandan keyin bu maxsus o'zini idishidagi moyidan yoki buni ichida moy tugab qolsa boshqa litol quyib, buni mexanizmidan moylab turamiz. Ko'p ishlaganda mexanizm qurib qolmasligini ta'minlash uchun, agar mexanizm qurib qolsa, motori, yakirlari qiynalishi mumkin. Shunga qarab turilsa, bu apparatimiz uzoq xizmat qilib beradi. Kelinglar, sizlar bilan apparatimizni ulab, ishlatib ko'rsatib beramiz. Buni ovozlari pastligini, ishlash jarayoni qanaqa bo'lishini ko'rib ko'rsatib beramiz. Mana apparatimizni blokdan uladik, ishlashinglarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu apparatimizda skorsi yo'q, sababi professional instrument. Bu o'zi bir xil rejimda, sredniy rejimda ishlaydi. Bu kurchogi nima vazifani bajaradi deydigan bo'lsanglar, ustalarimiz bilishadi. Pichog'ini orasini yaqin uzoqlashtirish uchun mo'ljallangan. Buni olayotgan paytingizda olish jarayoniga qarab, yaxshi olmay qolsa qattiqroq siqiladi. Agar o'tkir bo'lib, qattiq siqilib qolib, qo'y junlarini, qo'y terisini kesib ketadigan bo'lsa, sal bo'shatiladi. O'zi ustalarimiz regirovka qilib, o'zi ishlayotgan holatiga qarab ishlatilaverishadi. Ko'rib turganinglardek, apparatimizni qo'limizdan kelgancha tanishtirdik sizlarga, ishlatganda nimalarga e'tibor berishni tushuntirdik. Agar shu gaplarga amal qiladigan bo'lsanglar, apparatimizda uzoq xizmat qilib beradi.
kimda kim shunaqa apparat so'rayotgan bo'lsa, Ubayt Tools mobil ilovasidan xarid qilishingiz mumkin. Keyin bizani bu gapirayotgan gaplarimiz, berayotgan maslahatlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, bizani ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.